Juda chiroyli joylar ekan. Biz hozir Tojikistonda Shahriston degan shaharda hozir perivallarni tushib kelyapmiz. Perivallar ham juda tekis. Mana go'zallikni qaranglar. Mana pastlikni ko'rsating. Vashin pastlikda hozir. Ehtiyot bo'libmi? Ha, ehtiyot bo'lib ko'rsating. Tosh bosib olib sirpanib ketmang. Juda qancha pastga endi bu? 1 kilometr bor-a? Chiqib qolsa kerak. Chiqib qoladi. Oldin mana shu tepalar bilan yurilardi. Tepalar bilan 2200 metrda eng baland tog'i. Perival bo'lmaydi, bir 10 yil oldin. Keyin hozir perival qurilib, hozir yo'l ancha yaxshiroq bo'lgan. esdalik ham o'zingiz olib qo'ying. Mana Men gid bo'laman. Men ko'p kelaman. ko'p kelasiz. Salohiddin o'zizani do'stimiz. Yo'llarni zo'r qilib qo'yishdi, baraka topishsin. Platni yo'l zo'r. Platni yo'lni kam oldin rosa qiynardik katta mashtarada, tog'ning tepalari bilan. Hozir qor qarang, hali ham bor. Juda go'zal. Ha, quyoshni qarang, tog'ga tushib turibdi. Bulutlar orasidan bir chekkana bor. Havo tozaligidan bosh aylanayapti juvori. Havo tozaligidan aytdim-ku. Men ham boshim aylanib, siraz mashina tushish bilan aytdim, boshim aylanayapti dedim-ku. Endi boshlandi. Endi boshlandimi? Ha, bosh aylanayapti. Ha, boshim aylanayapti mana ham. Biza Tojikistondamiz. Xudo xolasa Dushanbega 150 kilometr qoldi. Shu maza qilamiz deydi. Ha, mashina kelyapti, ko'ring, bizdan boshqalar ham bor. Ha, mana bizdan boshqalar ham bor deb qo'ying. Tog'larni qaranglar. Bu yoqdan ko'rsatib qo'ying, bulutlarni orasida tog' shundan ko'rinib turibdi.